Bo'ldi, bugun ris joylamayman. Videolar prosmotri na 10 mingdan oshadi, na millionga boradi. Shunday deyman-u, lekin go'zallarim uchun ikki xil nachinkali, teshiklari ko'pgina chiqadigan, polufabrikat qilib foyda keltiradigan birinchi retsepti bilan bo'lishaman. Idishimizga 3 ta tuxum, yarim choy qoshiq ichimlik sodasi, yarim choy qoshiq tuz, 50 ml o'simlik yog'ini solib yaxshilab yenchiklaymiz. Ketidan 1 litr iliq sut va kerakligicha un solib, videoda ko'rsatilgandek suyuqroq massa tayyorlab olamiz. Qizib turgan tovada quymoqlarni solib pishirib olamiz. Ikki xil nachinkasi uchun tovaga yog' va qiyma, tuz solib pishirib olamiz. Ketidan piyoz solib dimlab qo'yamiz. Tvorogli nachinka uchun 200 g tvorogga shakar va 1 osh qoshiq to'la qaymoq solib aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan blinchiklarga 1 osh qoshiqdan qiyma solib o'raymiz. Tvorogli nachinkani ham xuddi videoda ko'rsatilgandek 1 osh qoshiq solib yaxshilab o'rab olamiz. O'zingiz xohishingizga ko'ra dasturxonga tortishingiz mumkin. Aytgancha, retsept yoqqan bo'lsa yaqinlarga jo'natib, yurakchani ham qizartirib ketishni unutmang. Tester Juzella bilan siz oshxonada yanada pazandasiz. Yoqimli ishtaha.